Bu mini vlog bo'ladi. Ertalab 7larga yaqin turib, tez yuz qo'limni yuvib, kiyinishga o'tdim. Ertalab zavtraq qilmasdan ketaman, chunki ertalabdan ishtaham bo'lmaydi. Birinchi bo'lib pastimizga atlas yuvib qo'yib, keyin ustimizga oq futbolka kiyib olamiz. Конечно же, oq futbolkani o'zida ketmaymiz, ustimizga mana shunaqa kiyib olamiz. Sochimni yig'ib oldim, yig'maganim yaxshi edi, по-моему, kashlyok bilan mana shunaqa krossovka kiyamiz. Sekin yo'lga chiqib ketamiz. Ertalab zavtraq qilmaganimga bananni o'zini yeb ketdim. Keyin sekin oстановkamga chiqib oldim. Uyimdan oстановkagacha примерно 8 minutlik yo'l, maktabimdan uyimgacha 45 minutlik yo'l. Darsim 8 da boshlanardi. Mana 8 da yo'lga chiqqanim, 2-soatga yetib bordim. Sinfga kirsam hech kim yo'q edi, chunki hamma informatikada edi. Nima qilishni bilmasdan xonada o'tirdim, o'zimcha nimadirlar qilib, modelga o'xshab yurib, birozdan keyin 2-soat boshlandi. Ma'lum o'rtog'im bir balonni so'radi, bermaganimga o'zicha bezrayib ketib. Qaranglar. Darsdan chiqib, sразу keyin uyga ketdik. Darsdan keyin aylanishga vaqt yo'q edi, sразу uyga ketdim o'shanga. Даже rus tili kursimga ham kechikdim. Ovqatlana olmasam bo'lmasdi, agar qornim och bo'lsa, hech nima miyamga kirmaydi. Sekin rus tilimga borib oldim-da, darslarni o'tib, keyin uyga qaytdim. Ashula eshitib, aylanib, sekin qaytdim. Uyga kelganimdan keyin ham mayda-chuyda narsalarni yeb oldim. Qornim ochib keldim yana uyga. Narsalarni yeb bo'lganimdan keyin video siymoch qildim. Videoni hali montaj qilmaganman, montaj qilganimdan keyin cho'milib chiqib, sochlarimni quritib, yuzga o'qitlarimni qilib uxladim.